Azizlar, buni ham ko'raylik. Ishtonsiz behayolarda videoga like bosib, kommentariy yozib tashlayapsiz. Onamiz yotishlarini qarang. Farzandlari yo'q, xo'jayinlari yo'q. Shu onamiz ikkovlari shu xonada turishar ekan. Lekin hozirda hech nimalari qolmagan. Nahot shu ona shunday holatda tursalar, bitta like bosib, bitta kommentariyada duo qilib yoki bir 50 ming so'm, bir 100 ming bitta ehson qilib qo'yarmasak. Bu videoni bejizga ko'rmadingiz. Alloh taolo sizni bir yaxshilikka sherik qilmoqchiki ko'ryapsiz. Bitta post qilib joylanmasiz, bitta story qilib qo'ying. Ertaga biz Xudoni oldiga borganda shu videoni ko'rding, imkoning bor edi, nima yordam bermadingiz? Alloh taolo nima deb javob beramiz? Hech kimlari yo'q, shu holatda turibdilar. Alloh uchun deb ehson qilaylik do'stlar. Shu onasizni biz onamiz bo'lishi mumkin edi. Necha yildan beri onajon siz shu darddasiz? 4 yildan beri. 4 yildan beri. Obunachilarimizga nima deysiz? Yordam beringlar. Mana yashashni davom etadi. Necha pul operatsiyaga ketadigan bo'ldi onajon? Endi o'sha Hindistonga 225 million degan. 225 million. Bo'lsa operatsiya bo'lasiz. Hozirda og'riq bormi? Mashina og'riydi. Bu hozir kendingizmi bu chiqib ketgan? Ha, kendiga. Bu qonab ketibdi hozir onajon. Ha, qonab ketdi. Yaxshilar ko'p. Xudo xolasa Allohning roziligini oqtargan ko'ngilli sahiylarimiz juda ko'p.